Xo'p, undan oldingi darslarimizda hujjat turi, yetkazish usullari va jurnallarni ko'rib chiqdik. Bugungisida masalalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, masalalar nima uchun kerak? Qarang, masala guruhini yaratamiz va masalasini yaratamiz. Masala guruhi. Aytaylik, kadrlar bo'yicha masalalar. Imенно faqat kadrga tegishli bo'lgan masalalar bo'lishi mumkin. Kadr masalalari. Bu ham xuddi shunaqa. Ruscha, kirilcha nomlarni hammasini yozib chiqamiz. Turiga kadr masalalari asosan ichki hujjatlar bo'lgan, ichki hujjatlari bildirgi, farmoyish va ho'kizlarni tanlaymiz. Xo'p, bo'limi aynan o'sha bo'limga tegishli bo'lish uchun masalan kadrlarni tanlab qo'ysak bo'ladi. Yoxud bo'sh qoldirsak ham bo'ladi. Tanlandi. Kadrlar bo'limi qo'shildi. Ya'ni kadr masalalari. Xo'p. Keyingisi xuddi shunga masala qo'shib chiqamiz. Masala yaratilmagan. Aytaylik, xodimni ishga olish. Bo'limi yana bo'sh qoldiramiz masala guruhiga. Kadrlar masalalarini belgilaymiz va belgilaganimda faqat shu masala chiqib keladi. Xo'p, keyingi bo'limda hujjat shablonlari. Hujjat shablonlari qanaqa bo'ladi? A5 formatda bo'ladi. Hozir sizga bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Bizda hozir orqa fonda tayyorni ko'rsataman. Xo'p, mana shablonimiz tayyor. Mana A5 formatda tashkilotning nomi bo'ladi va emblemasi bo'ladi. Qolgani bu yoqqa ketadi. Endi tizimimizga buni biriktirishimiz kerak. Xo'p, chiqib ketamiz. Mana olib qoldik. Tizimga kiramiz. Sozlamalar va mana rezolyutsiya vertikal, gorizontal bor. Bu nimaga kerak? Vertikal bo'lganda ketma-ket stolp shaklda ketaveradi. Gorizontal bo'lsa, masalan, kattaroq ijrochilar ro'yxati ko'p bo'lganda gorizontal qulay bo'ladi. Masalan, bizga vertikal kerak. Faylni tanlang, chiqdi, tanladik. Edo mana. O'zi bitta faqat eslatib o'taman, docx fayldagi formatlarni biriktiramiz. Edo docx. Xo'p, mana qo'shdik. Mana bizani formatimiz. Sizga ko'rsatib o'tib ketaman, mana qo'shilgani. Xo'p, Edo docx ga kiramiz. Ko'rib chiqamiz. Qanaqa bo'ldi? Xo'p. Mana bizlarni bu yerga tushgan kodlarimiz. Bu yerga tegmaymiz, hech qanaqa o'zgartirish kiritmaymiz. Faqat ozgina korrektirovka qilish mumkin. Qayerdir kattaroq bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, hozir tepasi kattaroq bo'lib qolgan, o'shalarni korrektirovka qilamiz. Bo'lmasa shart emas. To'g'ri turgan bo'lsa shart emas. Birinchi shablonlarni qo'yib oldik. Xo'p. Ikkinchi masalamiz, uchinchi masala даже. Generatsiya, raqamlar generatsiyasi. Xo'p, har bitta jurnalimiz generatsiyasi qanaqa bo'ladi? Kiruvchi hujjatlar. Jurnalimiz adashdim turi. Hujjatlar turimiz. Kiruvchi hujjatlarimiz avtomat yoki avtomat emas. Murojaatlarimiz turi avtomat yoki avtomat emas qilib qo'ysak bo'ladi. Har bitta kirim qilayotganini qo'lda o'zimiz yozib ketishimiz mumkin yoki tizim o'zi avtomat berib ketishi mumkin. Shu bo'lim kerak. Masalan, kiruvchi hujjatimiz avtomat deylik. Avtomatni qo'shamiz, tasdiqlash qilamiz. Xo'p, bizlarda jurnal bilan tartib raqami ko'rsatadigan ketyapti. Palata sozlamalar, mana kiruvchi hujjatlarni sozlamasi, qarang. Ro'yxatga olish jurnalini qo'yamiz va tartib raqamini qo'yamiz. Masalan, tanlaymiz. Xolasi oxiriga, o'rtasiga chiziqcha, xolasi simvolni o'chiramiz. Drop qo'yishimiz mumkin. Bu o'zimizning ixtiyorimizda.
har bittasini shunaqa sozlab chiqamiz. Agar yo'q, o'zimiz qo'lda yozamiz desak, buni o'chiramizda, bekor qilish, tasdiqlash qilamiz va avtomatdan yo'qoladi. Xo'p, keyingisi tizimda yo'q tashkilotlarni sozlab olish. Masalan, Edo tizimini foydalanmaydigan tashkilotlar ham ko'p. Bu narsa ularni qo'shib olib, qo'ldan kelgan hujjatlarni, emaildan kelgan hujjatlarni ham nomini yozib qo'yish uchun, ertaga o'zingizning hisobotingizga chiroyli chiqishi uchun. Xo'p, gibrid pochta tez orada hali ishga tushmadi. Bu ishga tushganda tushuntirib o'tiladi. Yorliqlar, eslatma. Har bitta yorlig'imizda qanaqa o'zimizga stiker sifatida olib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, tahrirchilar. Hamma biladiki, tahrirchi bu yerda qanaqa tushunchadan olib kelib beradi. Masalan, aytib o'taylik, rahbarga yordamchisi deylik. Rahbarning yordamchisi. Hamma chiquvchi ichki byuro yaratayotganda birinchi yordamchiga tashlab ketiladi hujjat va yordamchi agar xatolar bo'lsa ijrochini o'ziga qaytarib beradi. Agar xatolik yo'q bo'lsa rahbarga imzoga kiritadi. Tahrirchini ham roli xuddi shu. Shularni sozlab qo'yamiz va devonxona sozlamalari tayyor va bizlar ro'yxat qabul qilib, chiquvchi hujjatlar qabul qilib, kiruvchi hujjatlarni qabul qilib, murojaatlarni qabul qilib bemalol ishlashimiz mumkin. Bizlarning yengilliklarimizda kanalimizga obuna bo'ling.